do'stlar, boya sal qisqa uzilish bo'lib qoldi. Kerak emas bizga hozircha joyimizga misol teparoqqa kerak emas joyda. Bu taraf bo'lsa yaxshi. Kam gapirib ketgan bo'lishi mumkin, o'zi men qayerdan ko'p gapirmayman. Qancha ko'p gapirsam o'ziga shunchalik yoqmaydi. O'sha uchun kam gapiraman hayotda ham, o'yinda ham. Ismim Mahmud. Yoki qiziq bo'lsa komment yozib qo'yasizlar. Qayoqda yashashim, nima ish qilishimni hammasini so'ramoqchi bo'lsanglar komment yozsalaringiz, aytib beraman qayoqda yashashim. Mana yomon gapirayotgan bo'lishim mumkin, chunki nima desam ekan, anginam bo'lgan, anginamni oldirmoqchi bo'lganman. Qisqa saprisa bo'lgan, o'shanga tilim narkoz ta'sirida sal og'riyotgan bo'lishi mumkin. Minecraft o'ynash, blogerlikni Kaizo ismli bitta o'yinchi bo'lardi menga yoqadigan. Minecraft yozsalaringiz Kaizo. O'sha menga juda yoqardi. Undan ko'rib o'ynashlarini bilib o'rganganman-da. Keyin Minecraftda sizlarga 5-6 ta narsalarni o'rgataman. Mana bu asosiy narsalarni qo'yib qo'yamiz. Mana bular kerak bo'ladi. Yersdak o'shani qilish uchun aytdim, kompressiya bo'lgan deb. Mana yomon fikrlar qoldirmaysizlar degan umiddaman. Qoldirsalaringiz ham e'tibor beringman, nimaga deyishlaringiz mumkin, chunki men o'zimcha yashayman. Voy, nimaga ular menga bunaqa yozdi, nimaga bunaqa qildi deb bunaqa gapirib o'tiradigan bolalar emasman. O'zimga yoqsa bo'ladi. Qolgani bekar. Aytasiz, o'zimga yoqsa bo'ladi. Bekar. Asosda kuchayib, maqsad Ender Dragon oldiga bor. Nega Vardin deb aytgan bo'lsangiz mumkin. Mana yerda Vardin chiqadimi? Voy, tushib ketma. Qanday chaqirishni bilaman buni. Buni yo'li oson. Yo'li juda ham oson. Nega go'shmas mana mana qizil sigirlar kerak emas. Tushadimi, tushmaydimi? Hamma buni Robinni bir balasi bo'ladi. Aslida unaqa to'g'rimi? Bu bitta mashina bo'lib qolmaydi. Sizlarga aytsam, bunda har xil bo'ladi. Men buni oldin o'ynab ko'rganman, hozir YouTube kanaliga joylamaganman. Qo'ysam baribir. O'pitlarni yig'masakan kerak emas. Men ayrim Minecraft blogerlar qo'sh tirnoq ichida hammasi emas. Ko'p o'ynay blog o'shanaqalarda o'zini o'ldirib, jonini ko'paytiradi. O'qib yetib kelmaydi ayrimlar. Hammasi aytganim yo'q. Men ularga o'xshayman. Nega farqi yo'q. Qancha kerak bo'lsa, kitoblarni sevkilash uchun nega qilmoqchisiz? Zombilar sizlarga ketsalar, yomg'ir yog'yapti, chaqmoq chaqiryapti. Bizga bittasi bo'lsa, shuncha yig'inlari yo'qolib ketadi. Qovoq yaxshi.
daraxt berdi ikkita. Kesinlikle bo'ladi. Unda tridentlar beradi bizga. Tuxum spawnerlar beradi. Sizlar mana shu o'ynamoqchi bo'lsalar, mana yog'ochga qurmanglar, chunki lavali yo'qaki o'tlar chiqib bekorga. Xabar qo'yaylik, o'lib qolsak olib ketib qolmaylik o'zimizga. Oq qo'y bermaydi-ya, nimaga. Keyin sizlarga yana bir narsa, har xil bloklardan qurmanglar, birday loy blokdan qurmanglar. Keyin joyga ikki etaj qilib qo'yinglar. Hali Petro chiqadi, 20 sonli tutamiz narsalar. Shunaqa joylari ham bor. O'sha joylarda tayyor bo'laveringlar. Robotkapni birday sindiradi ekan qo'lim. Lekin baribir yana topib kerak. Chunki nomer yozyapti, kod kelish kerak deyapti. Eng qizig'i ishlaydigan nomeringiz xato yaroqli emas deb qolyapti. Tuzatishni bilganlar kommentga yozib qo'yinglar. Va komment deyishim mumkin. Chunki men hozir ishlaringizni o'ylashingiz mumkin, shunaqa deysizlarni bilmasam. O'sha uchun hamma kommentlarni men o'qib o'tiraman. Nega bunaqa narsalar desalaringiz, nima desam ekan, hamma odam fikri qiziq. Hozir qiziqmas-ku degan bo'lishlaringiz mumkin. Menga ayrim odamlar gap qiziqmas, ayrimlari qiziq. Shuning uchun men o'ynayman. Adashmasam tong otyapti. Tong otyapti. Nima bo'lyapti? Yo, menga ko'rinyapti. Yo, hammalaringizga. Astagina. Kali joylarga yetib ketdi. Adashmasam antaranga shunday endi toshli o'tadi. Keyin toshga qazma bilsam Minecraft'da ikki xil tosh bo'ladi. Petrovka yaqinda bitta qora tosh bo'ladi. Teparoqda oq tosh bo'ladi. Bilsalaringiz kerak. Toshinaqa ikki xil beradi. Birinchisi oddiy tosh beradi. Undan keyin Yapası kerak. Biz çocuklar bu işini yemeyiz.